Hammaga xayrli kun. Bugungi videomiz talablarga binoan SCP-1529 tog' qiroliga qarshi SCP-096 boshqacha qilib aytganda yo'tchang yigit. Demak, yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. SCP-1529 bu SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng g'ayrioddiy sirli anomaliyalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki SCP-1529 to'g'ridan to'g'ri jang qiluvchi qandaydir mavjudot emas yoki vahshiy ham emas. U tog'larda yashaydi. Uning aniq ko'rinishi ham noma'lum. Taxminlarga ko'ra uzun bo'yli, qora kurtka va ko'zoynak kiygan, ko'zlari esa cho'g'da yonib turadigan mavjudot. Hattoki SCP-096 ning yaralishida ham sababchi bo'lgan mavjudot deyiladi. U haqidagi qisqacha ma'lumotlar shu edi. Keling maqsadga o'tsak. Katta tog', Antarktida, muzlik. Shunchaki sayohatchilar yo'lda ketishayotgan edi. Va birdan yo'llarida qandaydir gavdali bir mavjudot paydo bo'ldi. Bu inson emasdi, chunki uning ko'zlari ko'zoynak ostida yonib turardi. Ular birdan ortga tisarilishdi va bu qanday maxluq ekanliklariga aqli yetishmadi. Birdan havo sovib ketdi, keyin esa iliqlik. Bu insonning sovuqlik kengilayotgani birinchi darajasi edi. Shu payt qandaydir ovoz keldi. Juda dahshatli yig'i, juda baland ovoz. Bu o'sha SCP-096 edi. U juda katta tezlikda yugurib kelar va SCP-1529, ya'ni tog' qiroliga tashlanar edi. U unga sakrab har tomondan zarba berishga urinar edi. U esa qochib qolardi. Shu payt SCP jamg'armasi tomonidan ilk bor kuzatilgan bir hodisa aniqlandi. SCP-096 gapirdi. Bu gaplar gazetalarga orqali yozib olingan. U hujum qilayotgan vaqtda SCP-1529 ga qarab shunday dedi: "Sen meni shu ahvolga solding. Sen meni maxluqqa aylantirding" dedi. SCP-1529 esa bunga javoban: "Sen shuni istaganding. Sen insoniyatdan ham yuqorida bo'lmoqchi eding. Sen barcha mavjudotlardan yuqorida bo'lmoqchi eding. Endi esa insonlardan ham pastdasan. Men senga sen so'ragan narsani berdim. Sen mening tojimni olmoqchi eding. Ha, men uni senga berdim. Men senga abadiy hayot berdim. Men senga o'lmaslikni berdim. Men senga yengilmas kuchni berdim." Shunda SCP-096 javob qildi: "Ha, sen menga bularni berding. Sen menga yengilmas kuchlik, abadiy hayot va o'lmaslikni berding. Lekin endi men bularni senga qarshi ishlataman. Men shu yerni o'zidayoq seni parchalab tashlayman." SCP-1529 biroz kuldi va dedi: "Nahotki sen shunday deb o'ylayapsan? Sen shunchaki mening yog'och qo'g'irchog'imsan. Meni qo'g'irchog'im esa meni o'ldirmoqchimi? Yo'q, aslo unday bo'lmaydi." Shu payt atrofda baland ovozlar, minglab ko'zlar paydo bo'ldi va ularning barchasi SCP-096 ga qaradi. SCP-096 boshini ushladi. Ularni qancha harakat qilmasin tugamas edi. Ko'zlarini ushlab uloqtirar, lekin ular qayta va qayta paydo bo'laverar edi. Go'yoki ular cheksiz edi. Bu narsa esa uni xavotirga sola boshladi.